insonlar bir umr tafakkur qilmay ham yashashi mumkin, shunchaki hayvonday yashashi mumkin. Butun umr hislari, tuyg'ulari bilan yashab o'tib ketishi ham mumkin. Inson degan savolga javob berarkan, siz bu 3 ta narsani chekiga surib qo'yib javob bera olmaysiz. Yoshligimizda bizda vijdon kamroq bo'ladi, aql kamroq bo'ladi, tuyg'ular, hislar ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ko'p xatolar qilamiz. Butun hayvonlar tuyg'u bilan harakat qiladi. Jahli chiqsa tishlaydi, yomon ko'rsa quvadi. Faqat tuyg'u bilan harakat qiladi. Bir jamiyatni shaxsi ma'naviyasini o'lishiga sabab bo'ladigan narsalar bunday vijdonsiz va axloqsizlarni u jamiyatda ko'payishi bilan sodir bo'ladi. U bizga do'st, u oq, u qora, baland, past, yaxshi, yomon degan o'lchovlar ichidan bittasini tanlab javob qilmaslik kerak. Hammasiga birdan tegishli bo'lish kerak u javob. Bir qismida vijdonsizlik ko'payib ketsa, ikkinchi qismida aql ko'payib ketadi va u ko'payib ketgan aql u kuchini vahshiylikka ishlatishni boshlaydi. Fransuzlardan biri aytganki, biz musulmon jamiyatlarini madaniyatini buzishni uddalasak, buzuqlikni olib kira olsak, qaysiki kuzatsak bugun bir qadar bu narsalarni uddalashganini ko'ramiz. Agar buni qila olsak, fransuz askarlari loy kechib u yerlarga borib jang qilib yurishga majbur bo'lmaydi. Zotan ular ichkaridan yemiriladi. Aqlni yo'q deb hisoblaydigan yoki oldiga bir to'sib qo'yadigan har qanday urinishlar insonni bo'g'adigan, o'ldiradigan, yo'q qiladigan fikran va hatto jisman urinishlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh barchaga. Bugun nima haqida gaplashamiz? Aslida inson kim u, inson nima degan bir savolga eng avval yo'lni boshida javob topib olish kerak bo'ladi. Keyin boshqa muammolarni, hayotda uchraydigan holatlarni anglash bir qadar hammamizga ham oson kechadi. Ya'ni biz asosiy savolga javob topmay turib, taxminan bo'lsa ham, farazan bo'lsa ham bir fikrga ega bo'lmay turib, boshqa savollarga javob topishimizda bir mantiq yo'qdir. Asosiy savol nimaligini bilishimiz kerak bo'ladi. Asosiy savol shu. Ya'ni insonni o'zi. Bizni mavjudiyatimiz savoldan iborat. Har narsa biz uchun bir so'roq ishoratidir. O'zimizdan boshlaymiz, atrofimizda, kichkinaligimizdan, shuning uchun doim so'raymiz va bu so'rash orqali biz o'zimizni, hayotni, atrofni sekin tanib boramiz. Insonda har doim muvozanatda ushlanishi kerak bo'lgan 3 ta narsa bor. Inson kim deb savol bersangiz, bu 3 ta narsa birinchi bo'lib o'rtaga chiqadi, o'zini ko'rsatadi, bir qadam oldinga tashlaydi. Bu 3 ta narsa nima? Agar mana shu 3 ta narsada bir ijodkor sifatida, bir rahbar sifatida, bir oila vakili, oila boshlig'i, bir erkak, bir ayol sifatida, bir ota sifatida javob topmagan bo'lsak yoki bularni bir tizginda ushlab turish yo'llarini bilmasak, biz hech bir shaklda aslida muvaffaqiyatga erisha olmaymiz va erishganimiz muvaffaqiyat ham agar u bizni nazdimizda muvaffaqiyatdek ko'rinayotgan bo'lsa biror narsa, bu o'tkinchidir va balki yolg'ondir. Bizga shunday tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Bu 3 ta narsa nima? Muvozanati saqlanishi kerak bo'lgan bu muhim 3 ta narsa nima? Birinchisi bu bizni hislarimiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu vijdonimiz. Va uchinchisi bu aqlimiz. Inson degan savolga javob berarkan, siz bu 3 ta narsani chekiga surib qo'yib javob bera olmaysiz.
Endi bu uchalasi o'rtasida muvozanatning buzilishi dedik. Bu nima degani? Masalan, yoshligimizda bizda vijdon kamroq bo'ladi, aql kamroq bo'ladi, tuyg'ular, hislar ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ko'p xatolar qilamiz. Ya'ni tuyg'ular va hislar bizdagi hayvonlikni oshiradi. Bu qo'pol eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Butun hayvonlar tuyg'u bilan harakat qiladi. Jahli chiqsa tishlaydi, yomon ko'rsa quvadi. Ya'ni bir vijdonan ke qo'yishini tishlamay, faqat tuyg'u bilan harakat qiladi. Bu tuyg'u ikkinchi tarafi ortiqcha ko'payib ketib qolsa yana ham bu mistik narsalarga bog'lab qo'yadi bizni. Har doim mistik narsalarni qidirib yashaydi inson. Va yoki deylik fikrlari, aqllari qolgan ikkita hislari va vijdonidan oldinga chiqib ketsa, ko'payib ketib qolsa, endi undan insondan hatto vahshiylikni ham kutish mumkin. Vahshiylik ham qiladi. Lekin ming afsuski juda kam insonlar bu uchalasini muvozanatda ushlab tura oladilar. Har doim hayotimizning har xil davrlarida u yoki bu qismi biroz ko'proq, biroz kamroq. Insonlar bir umr tafakkur qilmay ham yashashi mumkin, shunchaki hayvonday yashashi mumkin. Butun umr hislari, tuyg'ulari bilan yashab o'tib ketishi ham mumkin. Bunday insonlar aslida darhol ajrab ham turadi, ko'zimizga har xil yomon bir tomonlari bilan botadi. Masalan, tuyg'ulari ko'p odam yaxshi bo'lishi mumkin emasmi desangiz, bu biroz qiyin masala. Tuyg'ular ko'p bo'lsa, aql yetmasa, u tuyg'ular uni aqlsizligiga sabab bo'ladi. Ya'ni u qilayotgan ishlar aqlsiz bir ishlardir. Masalan, buni bunday tushunsak bo'ladi. Masalan, deylik, bir madaniyat shaxsi ma'naviya deydi. Har bir madaniyatni ma'naviy kimligi bordir. Ma'naviy shaxsiyati bordir. Har bir o'zbek madaniyatini ma'naviy kimligi bordir. Ya'ni o'ziga xos tomonlari bordir. Asrlar davomida yashab kelayotgan ma'naviy kimligi bordir bir jamiyat o'laroq. Agar u jamiyatni ichida u jamiyatni ma'naviy kimligiga bo'ysunmasa kimdir, biz u odamlarni kim deb ataymiz? Bir tartib bor, bir xulq bor, bir odob bor. U odoblarga bo'ysunmaganlarni yo biz ahmoqlar deymiz va yoki vijdonsizlar deymiz. Bir jamiyatni shaxsi ma'naviyasini o'lishiga sabab bo'ladigan narsalar bunday vijdonsiz va axloqsizlarni u jamiyatda ko'payishi bilan sodir bo'ladi. Qaysi bir jamiyatda bundaylar ko'payib borar ekan, u jamiyatni shaxsi ma'naviyati, ya'ni ma'naviy kimligi yo'qolib boradi. Yo'qolgani sari u madaniyat, u jamiyat o'zini o'zi go'yoki qurbon qiladi. Bir madaniyat sifatida o'rtadan ko'tariladi, yo'qoladi ya'ni. Boshqa bir madaniyatlarni ta'sirida qolib ketadi. O'shaning uchun fransuzlardan biri aytganki, biz musulmon jamiyatlarini madaniyatini buzishni uddalasak, to'g'rirog'i, ya'ni u yerga buzuqlikni olib kira olsak, qaysiki kuzatsak bugun bir qadar bu narsalarni uddalashganini ko'ramiz. Agar buni qila olsak, fransuz askarlari loy kechib u yerlarga borib jang qilib yurishga majbur bo'lmaydi. Zotan ular ichkaridan yemiriladi. Ya'ni hozir aytganimizdek, bir madaniyatni, bir jamiyatni madaniy kimligi yo'qotilsa,
har qanday inqirozni u yerda nima qilish mumkin? Kutish mumkin. İnsonlarga tegishli jami fikrlar, ilohiy kitoblar, bu hammasi inson degan savolga bir javobdir. Har qanday inson, u Aristotelni oling, endi eng zakoda eng ustunlarini aytyapman, eng mashhurlarini aytyapman. Ibn Sinoni oling, Farobiyni oling, Platonni oling, kimni olsangiz oling, Pushkinni oling, Navoiyni oling. Har yozganini o'qisangiz insonni qidiradi. Va ular qidirarkan bir shaklda inson degan savolga javob beradi, ya'ni uni anglatishni istaydi. Bir savolni yo'qolishi insonni yo'qolishidir. Bunday desak yana ham tushunarliroq bo'ladi. İnson borligi uchun buncha savol bordir. Ya'ni har qanday javoblarni to'g'ri va yoki noto'g'ri ekanligini bir o'lchovini qidiradigan bo'lsak, bu o'lchov insondir. İnson bo'lish kerakdir. Bir javob, bir fikr, bir g'oya u fikrni qo'llab-quvvatlaydiganlarni ham va yoki qo'llab-quvvatlamaydiganlarni ham, inkor etadiganlarni ham birday himoya qilmaskan, u javob, u fikr tahlikali bir fikrdir. Yana bir marta aytaman. Bir javob uni ma'qullaganni ham, ma'qullamaganni ham himoyasiga olish kerak. Do'stni ham, dushmanni ham himoya qilish kerak. Agar shunday bo'lmasa, bir qismini himoya qilsa-yu, ikkinchi qismini inkor qilsa, uni qo'llaganlarni himoya qilsa-yu, uni inkor etganlarni himoya qilmasa, u javob, u fikr tahlikali bir fikrdir. Ziyonkor bir fikrdir. Juda ayanchli natijalarga olib borishi mumkin bo'lgan bir fikrdir. O'shaning uchun inson degan savolga javob berar ekanmiz, ya'ni u bizga do'st, u oq, u qora, baland, past, yaxshi, yomon degan o'lchovlar ichidan bittasini tanlab javob qilmaslik kerak. Hammasiga birdan tegishli bo'lish kerak u javob. Shundagina u odil va to'g'ri bir javob bo'ladi. Tarixda biror bir javobni insonlarning foydasigami va yoki insonlarning deylik ziyonigami, buni bilish uchun 5 ta asos bordir. 5 ta asos. Mana shu 5 ta asosga diqqat qilish orqali inson himoyalanadi, insonni qo'riqlash mumkin. Agar bu 5 ta tamal asosga diqqat qilinmasa, insonni huquqi paymol bo'ladi. Unga ziyon keladi. Boya aytayotganimiz har qanday javob mana shu 5 ta narsani qamragan bo'lish kerak. Biz bir ijodkor sifatida, bir insonni o'rganayotgan, o'zini anglamoqchi bo'layotgan birilari sifatida gapirarkanmiz, boshqa hayotda bir joyda, sahnada, mikrofon qarshisida, bilmadim, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, bu inson haqida gapirarkanmiz, inson haqida fikr qilarkanmiz, bu 5 asosni unutmasligimiz kerak bo'ladi. Bu 5 asosni. Endi bu nima? Buni hammamiz aslida juda yaxshi bilamiz. Birinchisi, birinchi unsur deylik, bu insonning jonini himoyalangan bo'lishi. Boya aytganimizdek, bir javob ham uni ma'qullaganni va ma'qullamaganni qo'riqlash kerak deganda biz buni nazarda tutyapmiz. Ma'qullamasa ham uni jonini, hayotini, u javob, u nima qo'riqlash kerak. İnsonni tahlikaga, hayotini tahlikaga otgan har narsa, bashariyatini, borligini, mavjudligini bunga zarar bergan
har qanday javob yanglish javobdir. Nega? Chunki inson moddiy bir borliqdir. Har qanday javob uni moddiyatiga deylik ziyon beradigan bo'lsa, vujudiga, borlig'iga u yanglish bir yo'ldir. Ikkinchisi aqli. Chunki javob bilan muxotab bo'layotgan, aloqaga kirishayotgan aqldir. Javobni yo qabul qiladigan, yo inkor qiladigan narsa insonning aqlidir. Shuning uchun insonning aqli ham bu 5 unsurning biridir. Insonni qo'riydigan. Aqlni majruh qiladigan, joni og'rib turgan odamni aqli bir qadar majruhlashadi o'sha paytda. U og'rib ketguncha. yoki u aqlni yo'q deb hisoblaydigan yoki oldiga bir to'siq qo'yadigan har qanday urinishlar insonni bo'g'adigan, o'ldiradigan, yo'q qiladigan fikran va hatto jisman urinishlardir. Birinchisi nima dedik? Joni dedik. Ikkinchisi himoya qilinish kerak bo'lgan narsa nima dedik? Aqli dedik. Uchinchisi hayoti. Inson uchun birlamchi bo'lgan narsa jamoani ichida yashashdir. Chunki inson mansub bo'lgani bir tur ichida o'zini rivojlantiradi. Bir jins olarak erkak erkakligini u yerda rivojlantiradi. Ayol ayolligini u yerda rivojlantiradi. U yerda qabul qilingan qoidalar ichida katta bo'ladi. Bu ham fiziologik ham anatomik rivojlanishdir. Bu orqali inson o'zini insonlikka taqdim qiladi. O'zini boshqalarga xizmatga qo'yadi. Bir jamiyat uchun boya avval boshda aytganimiz vijdonsiz biriga emas, kerakli biriga aylanadi. Har qanday fikr, har qanday qarash insonning naslini himoya qilish kerak. Davom ettirish imkonini berish kerak. Endi to'rtinchisi moli va mulki va haqqi. Mol, mulk va haq. Bir insonni moli, mulki va haqqi himoya qilinmagan jamiyatlarda ezilgan qatlam ko'payadi. Ezilgan qatlam ko'paygan sari u yerda muvozanat yo'qoladi. Aqlini to'g'ri bir joyga ishlatishi mumkin bo'lgan boyaga 3 ta muhim narsa dedik, hislari, vijdoni va aqli dedik. Buni bir insonga nisbatan ham aytamiz, buni biz bir jamiyatga nisbatan ham aytamiz. Agar bir jamiyatda vijdonsizlik ko'payib ketsa, u bir ziyondir. Bir qismida vijdonsizlik ko'payib ketsa, ikkinchi qismida aql ko'payib ketadi va u ko'payib ketgan aql u kuchini vahshiylikka ishlatishni boshlaydi. Bir insonda qanday balans buzilsa, bir jamiyatda ham xuddi shunday balans buziladi. Va oxirgisi uni ishonchi va fikrlari, qarashlari bular himoya qilingan bo'lishi kerak. Unga qo'shilganni ham, qo'shilmaganni ham qanday himoya qiladigan javob kerak? U javobni qayerdan topamiz biz yasharkanmiz? degan bir savol, bu haqli bir savol. Masalan deylik, Platonni bir g'oyasi bor edi, mukammal jamiyat, mukammal davlatchilik haqidagi. U shunday derdi: biz farzandlarni taxminan shunday onalaridan olamiz, chunki onalar farzandlarini tarbiya qila olmaydilar. Nega tarbiya qila olmaydi desa, u ochiqlamalaridan birida, chunki ularda his ko'p bo'ladi. Hislari ko'p bo'ladi va bu hislar sog'lom bir tarbiyaga to'sqinlik qiladi. O'shaning uchun biz farzandlarni, tug'ilgan farzandlarni onalardan olishimiz kerak. Va uni davlat tarbiya qilish kerak bolalarni hammasini. Butun onalar ko'rganlari askarlarni bu meni farzandim deb o'ylasin, chunki tanimaydi, olib qo'yilgan ulardan. Har askar, har davlat tarbiyalagan biri
Onalar uchun bu meni bolam bo'lsa kerak, yo bunisi meni bolam bo'lsa kerak, bumikin meni bolam, bumikin meni bolam deydi va hammasini o'zini bolasi qaysiligini bilmagani uchun o'zimni bolam deb o'ylaydi va unday muomala qiladi. Va har qanday askarlar ham ayollarni ko'rsa, bu meni onam bo'lishi mumkin deb muomala qiladi deydi. Butun dunyo bir shaklda amalga oshiryapti. Bolani onadan jisman olmayapti, lekin fikran oldi. Bugun oilalar ichida farzandlar jisman u yerda-yu ruhan boshqa joyda. Boshqa bir ishonch, boshqa bir g'oyalar, boshqa bir ta'lim ichida. Xo'p, Alloh rozi bo'lsin barchalardan. Keyingi suhbatgacha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.